Keçen vatandaş tuyuksuz soğuk düşüp ettiyse. Bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Bugünkü leksiya vatandaş kısa haberler. Bugünkü ıslahı 2023 yıl 4. ayının 8. günü haftaga şembe vatandaşı. Vaziyetten gep kılsak, Kaliforniyada uçuşuş, Avam Palata başlığı Kevin McCarthy, Tayvan'ın prezidenti Sayyan görüşüp bolğandan keyin Prezident Sayyan Tayvan'a qayıtdı Tayvan'a. Keyin Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisi Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnell Tayvan'ı ziyaret kıldı. Prezident Sayyan yani kütüp aldı. Dağdıqılıq kütüp aldı. Michael McConnell'ın Tayvan'dan qaytish səfəridi degan bir sözü. Harbiy qurol yaraq Tayvan'a setişimiz gerek. Tayvan'ı harbiy qurol yaraq bilan qurollandirish gerek. Bununla 3. devletme qatnashish gerek dedi. Yaki 3. devletme harbiy qurol yaraq berishi lazım Tayvan'a. Bu devletin qaysi devlet ekanligini aytmadi. Bu bir haber vaziyetga alaqadar vatandaş. İkincisi Beijing seferi mesela Fransa prezidenti Macron bilan Avrupa İttifaqı Komitetining raisi Ursula Xonimning Beijing ziyarati oxirlashdi. Beijing hukumati bu 2 nafar davlat rahbariga ayrim muomala qildi. Masalan, Ursula Xonim Avrupa İttifaqı Komitetining raisi soğuk qarşılandı. Fransa'nın prezidenti Macron ve kızgın yani kızıl gilam üstüde qarşılandı. Bu yerda bir gap biz ötken sizlarga yetkizgan xabarda Macron Beijing'e ziyoratga chiqishdan avval Prezident Macron Beijing'e ziyoratga chiqishdan avval Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan uzun vaqt yoki 1-2 soatdek telefonda so'zlashdi. Buni Fransiya Prezident Mahkamasi isbotladı. Ham Fransiya matbuotlari isbotladı deb xabar bergan edi vatandoshlar. Demek bu yer biz üzüp aytiblar Fransiya prezidenti Macron Prezident Joe Biden'a elçi bulup Beijing'e bardı deb aytamaymiz. Çünkü undaq cümle, undaq haber çıkmagan deken biz undaq deyilmeymiz. Biroq Prezident Joe Biden bilan görüş bulup Beijing'e bardı degan söz. Bu yerda nima hikmet var? Şu sualni qo'yamiz vatandoshlar. Ishqilib bu qatam ishga davlatning ishga rahbari mesela Avrupa İttifaqı rahbari Ursula Xonim Fransa prezidenti Macron Beijing'ni ziyorat qilganda Ursula Xonim bilan Reis Xi Jinping suhbat o'tkazganda Tayvan ishlariga aralashish va yoki Tayvanni elib chiqib ketish bu xomxiyol. Jishin Shang debdi. Xomxiyol debdi, balki g'azabida deganda, balki shunda ishonchi vardı bu ikkinchi gap. Ursula Xonim Reis Xi Jinping bilan muxbirlarni kutib o'tkazganda Uyg'urlar to'g'risida Şinjan'da kişilik hukuk, müstemlik Uyguristan'da kişilik hukuk doğrusu to'xtalibdi vatandaş. Bunun için Ursula Xonimga rahmat, hem Avrupa İttifaqı parlamenti, Avrupa İttifaqı komiteti rahbarlariga rahmat vatandaşım. Endi bu yerda o'tgan dedik, bu ziyorat Prezident Macron bilan Avrupa İttifaqı Komitetining raisi Ursula'ning Beijing'ni ziyorat qilish o'xshash bir kun. Kevin McCarthy Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasi boshlig'i Prezident Sayyan Tayvanning prezidenti Kaliforniyada ko'rishganda o'xshash bir kun ichida desa bo'ladi. U yoqda sharq vaqti, bu yoqda g'arb vaqti deylik. Bir kun ichida yuz berdi vatandosh.
Endi qisqa xabarlarimiz bunda diqqat qilamiz. Amerika armiyasi Filippinda Jungoga qarshi harbiy baza qurdi. Urushga tayyorlik qilib, Jungoga taqobil turdi. Pulga qaraydigan yillar 4-oyning 8-kuni yotib. Kevin McCarthy Avam Palata başlığı bilen Prezident Sayın'ın söhbeti büsüş hasıl kıldı. Avam Palata başlığı Kevin McCarthy muhimnin içindeki muhim iş Tayvan'ı kurallandırışını tizletişimiz gerek dedi. Pullu qaraydigan yıllar 4-oyning 8-kuni yutib. Yana bir xabar. Prezident Vladimir Putin'nin çaqmaq tezligida elib barmoqchi bo'lgan Ukraina urushi hisobda mag'lub bo'ldi. Urush boshlanib hozirgacha 140 ming nafar Rossiya askari urushda qazo qildi. Halqaliq paytlar 4-oyning 8-kuni yutib. Yana bir xabar. Jungo Amerika o'rtasida sovuq munosabatlar urushi boshlandimi? Xi Jinping Köreşçi 20. belgilik aeroplanını F-35 belgilik aeroplanga qarma-qarşı qoymoqchi. Axborot 57 4-oyning 8-kuni yutib. Yana bir xabar. Jungoda taraqqiy qilgan o'lkalardan Jungo yoshlari 300 ming nafar Jungo yoshlari şehirlerde yezilağa düşürüldüğün oldu. Yani bir haber. Jungo maşini saz haber Window degan kişinin haberi. Yani bir haber. Jungo'da maşini sazlık sanatı ciddi zayıflaştı. Rusya'da Sovetler İttifakı yemirilgendek yana parçalanish alametleri görülüşke başladı. Canının nazarı yutub 4-oyning 8-kuni. Jungo dollarning dunyoviy o'rniga yoki xo'jayinlik o'rni xaris e'lon qilindi. Yaxshi oqibatga erishildi yo'q Jungo shunda qilganda. Erkin Asiya radiosi Hong Kong til programmasi. Yana bir xabar. Prezident Vladimir Putin siyasi özgürlükten agah bolup, Wagner yallanma qo'shinning ishki qismini tozalashga başladı. Halqiliq paytlar 4-oyning 7-kuni yutib. Yana bir xabar. Yana 400 ming askar qabul qilish mumkin. Vladimir Putin yana 400 ming askar qabul qilish mumkin. Urush va xurash. Yani xurutush. Rusya yana qanchalik bedel to'layolishi mumkin. Du Chang-bak 4-oyning 6-kuni yutib. Yana bir xabar. Lodi obzori. Jungo Kompartiyasi Sharqiy urush maydonida harbiy manevr elib bordi. Harbiy tajovuzchilik o'zgarishi mumkin. Tayvan bo'g'ozining vaziyati jiddiy bir ahvolga kirib qoldi. Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qilgan amon Amerika armiyasi har qanday bir vaqt Tayvanga kirib keladi. Lodi obzori 4-oyning 8-kuni yutib. Avam Palata başlığı Kevin McCarthy bilan ko'rishish amdila oxirlashib, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Tayvanda yana Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnellni kutib oldi. Qizg'in kutib oldi. Salli xabarlari 4-oyning 8-kuni yotib.